Kafening nomi, ya'ni Fuchs Bakery'ning nomi. Xo'p, biz hozir Monshneki deyiladi. Mana shuni olyapmiz. Qo'llanlar ham shu yerda. Zwei kleine Cappuccino und einen Kaffee. Ja. Hallo? Das wäre eigentlich, ja, das sollte ein Schwarzkaffee sein, oder? Genau, das ist der Kaffee. Okay. Die kriegen dann Cappuccino, dazu kommen jetzt ein paar Sachen, beziehungsweise Milch kommt. Kommt sonst noch was dazu? Nee. Na, das wäre dann alles, ja. Eine 4 Knoten, oder? Ja. Wollen Sie noch ein Stück Kuchen dazu? Ja, gerne. Ja? Ja, wäre gut. Haben Sie einen Teller? Oder einfach? Ja, Nudeln? einfach. Okay, Ich ja, mische tun einfach. sie einfach so. Perfekt. Xo'p, bizga kuxun berishyapti. Shunchaki sovg'a uchun. Kuxun qo'shib berdimi? Ha? Gap yo'q. Hallo, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wie heißen Sie und sind Sie hier eigentlich oft und ob Sie hier wohnen, ob Sie mit diesem Kaffee zufrieden sind? Also ich wohne hier in Feucht und ich bin sehr zufrieden mit dem Kaffee, weil ich hier sehr gerne einen Kaffee trinke und es ist auch immer eine gute Stimmung hier und die haben sehr gutes Gebäck. Ja, das haben wir mitbekommen. Wir wohnen eigentlich in Kempten. Wir sind jetzt zum zweiten Mal. In Kempten? Ja, genau, wir wohnen in Kempten und haben wir diese Atmosphäre gesehen, finden wir cool, ja? Und auch sehr Perfekt. nettes Personal ist hier. Ganz liebe Leute hier, ganz nettes Personal und man trifft auch immer irgendwelche Feuchter hier. Okay, perfekt. Vielen Dank und schönen Tag wünsche ich Ihnen. Ebenso. Danke. Cappuccino? Cappuccino. Yoqyaptimi? Juda zo'r ekan. Opamiz Rahmat. yaxshi naqa berdi, rekomendatsiya berdi bu haqida. Men kelib turaman tez deb aytdi, intervyu qilgandim. Bu yerda ishchilari juda xushmuomala dedi. Bu shaharni oldi qahvaxonalaridan ekan. Fuchs degan qahvaxona ekan. Fuchs degan nima degani? Tulki degan qahvaxona ekan. Xo'p, Aytgancha eng qizig'i ketayotganda ham shu qahvaxonaga kirgandik. aha, Qaytayotganda ham shu qahvaxonaga kirdik a. tasodif. Shunaqa. Va o'tirgan joyimiz ham xuddi shu edi. Aha, hozir biz ayni damda O'zbekiston Respublikasining Berlindagi elchixonasidan tadbirdan qaytyapmiz. Xo'p, akamiz Otabek xush kelibsiz. Xo'p, qani mikrofoningiz qani? Mana mikrofonim aka. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Alaykum assalom, xushvaqt bo'linglar. Birinchi Germaniyadagi qahvaxonangiz a? Endi shu hozir kelishingizdan. Da, bu safargisi asosiysi shu. Oldin 2 marta Schengen viza bilan kelib ketgansiz. Endi mana hozir qanaqa dastur bilan keldingiz? Hozir Sprachkurs dasturi bilan Sprach kurs keldim. degani, ya'ni til kursi Til kursi bilan, keldingiz. da. Zo'r. Qaysi firmaga keldingiz aytib qo'ying. Bildung in Berufga. Bildungen Berufka. Hammaga tavsiya Da, qilamiz. shunaqa. Xo'p, endi bu yerda ba'zi bir ma'lumotlar bor. Ya'ni til kursi nima, qanaqa kurs, ya'ni qanday kelsa bo'ladi bunga va qanaqa shartlari bor, talablari bor. Bu haqda mana Azimjon akamiz, bizni akademish Leitung, ya'ni mana shu soha bo'yicha mutaxassisimiz.
ba'zi bir ma'lumotlarni berib o'tadi. Marhamat. Ko'pchilikda bu bo'yicha savollar bor, savollar to'planib qolgan. Xudo xolasa, mana shu savollarga oydinlik kiritishga harakat qilamiz. Eng asosiysi bu yerda faqat afzalliklari emas, balkim qancha qiyinchiliklardan o'tib o'tganlari eng qizig'i shu. Chunki bularni o'tgan yo'llari hamma ham bosib o'tgan emas va bular bir yagona bir noyob insondek qabul qilinmoqdalar. Chunki Nima uchun? endi uni o'zlari bayon qilib o'tadilar, adashmasam. Chunki bunaqa keysimiz hali bo'lmagan. Ana endi hozir bitta shunaqa keys bo'ldi. Nasib qilgan ekan, o'zi peshanaga yozilgani ro'yobga keladi degandek o'zlari tushuntirib o'tadilar. Xuddi shunaqa. Xo'p, endi ko'pchilikda yana beriladigan savol, yosh masalasi ham. Otabek aka, yoshingiz nechida? Yoshim 41da, xudo xolasa. Yoshingiz 41da, lekin 31 ga o'xshab ko'rinasiz o'zingiz. Gap yo'q. Shunga ham viza kelgan. Zo'r. Haqiqatdan, to'g'ri. Ichmanglar, chakmanglar, yosh ko'rinasizlar. Qing'irqa shu yurmanglar. Albatta. Zo'r. Endi Musaffar aka aytib o'tyaptilar, nima uchun sizda alohida ta'kidlab o'tish kerak bo'lgan keys bo'lyapti. Nima uchun? O'zingiz baribir ham buni bilasiz, to'g'rimi? Nima uchunligini, nima uchun deb o'ylaysiz? Sababi avvalambor men faqat maktabni bitirganman. Attestatdan boshqa hech qanaqa hujjatim yo'q. Kollej ham yo'q, Yo'q, kollej hech narsa yo'q. Maktab attestati bilan hujjat topshirganmiz. Til kursi yo'nalishi bo'yicha. Bu birinchi masala. Keyingisi oilaliman. Oilangiz. Oilaliman. Farzandlar ham bor. Farzandlarim bor. 4 ta farzandim bor. 4 ta farzandingiz bor. Wir sind auf der Durchreise. Auf der Durchreise. Ja. Kollege ist zum ersten Tag in Deutschland. Ja. Herzlich willkommen in Deutschland. Bitte schön. Und wo geht's Danke. hin? Nach Hause. Danke. Ja, da wohnen Sie. Genau. Viel Freude. Super. Danke, vielen Dank. Schönen Ah. Sonntag noch. Xo'p, 4 ta farzandingiz bor ekan. Na. Gap yo'q. Opa, sizni Germaniyada birinchi kunligingizni aytganingiz uchun tabrikladi va qayerga xursandman. ketyapsizlar dedi, Kemptonga uyga dedik. Uyga. Na house. Uyga dedik. Shunaqa. Xo'p, 4 ta farzandingiz bor. Kollejda yoki institutda hech qayerda o'qimagansiz. 11 yil, 12 yil maktab bitirgansiz. 11 yil bitirgansiz. Xo'p, viza tez chiqqan bo'lsa kerak, to'g'rimi? Ha, juda tez chiqdi. Vizaga hujjat topshirganimizda 3 ta farzandim bor edi. Viza Vizaga topshirganingiz 3 ta farzandim bor edi. Viza chiqqandan keyin oldin 4 ta farzandli bo'ldim. Demak, 4 ta farzandli bo'lgandan keyin viza chiqdi, xudo xolasa, shunaqa. lekin siz bas kelmadingiz. Yo'q. Kurashdik, sabr bilan, ha. Ancha ter to'kildi. Xo'p, qancha vaqt ketdi endi? Xo'p. Hujjatni yig'ishdan boshlab 8 oy vaqt ketdi. No, vizaga Bizga topshirgandan boshlab 5 oydan oshiq vaqt ketdi. 5 oy kutdingiz. 5 oy kutdik. Gap yo'q. Bizda hozir shunaqa nimalar bo'lyapti. Aka 1 oy bo'ldi-ku, vizamiz chiqmaydi. Aka 2 oy bo'ldi-ku, vizamiz chiqmaydi. Endi to'g'ri, Shunaqa. aksariyat qismida tez chiqyapti. Masalan, 2 haftadan 6 haftagacha. En rekord payti mana yosh yigitimizga keldida 7 kunda chiqdi viza. 7 kunda. 7 ish kunida. 7 ish kunida viza chiqdi. Endi buni ko'rgandan keyin havas qilib, bular ham o'tirgandirlar. 5 oy bo'ldi, hali ham oila olmadi. Lekin yana bitta jihati Germaniyaga kelish niyat qilganlar iloji bo'lsa shu sabrlilar shahriga kelayotganini esdan chiqarib qo'ymasin. Germaniya bu sabrlilar shahri. O'shaning uchun 1 oy bo'ladimi, 5 oy bo'ladimi kutish. Bularni bu boshlanishi hali. Bu boshlanishi. Zo'r. No, tabriklaymiz aka, xush Rahmat. kelibsiz Germaniyaga. Xushvaqt bo'linglar. Qanaqa baribir ham kutgansiz, qiyinchiliklar Kutdik, bo'lgan. Endi tilni o'rgandingizmi hech bo'lmasa boshlang'ich darajada O'zbekistonda? Ha, o'rgandim. Qaysi darajaga o'rgandingiz va qancha vaqt o'rgandingiz tilni? Tilni общий 6 oy o'qidim. 6 oy o'qidingiz. 6 oy o'qidim. A2 darajasigacha o'qidim. Xo'p, zo'r. Endi Azimjon akadan so'raymiz. Azimjon aka, tilni o'rganish shartmi? Masalan, men o'zi Germaniyaga til kursiga kelyapman. Nima uchun O'zbekistonda til o'rganib borishim kerak degan savol bor. Mana shu savolga nima deb javob berasiz? Mutaxassis sifatida.
ko'pchilikda ayniqsa hozirgi mana yoshlarimizda biroz yanglish tushuncha bor. Til xuddi shu savolingizga avtomatik birinchi keladigan narsada, ya'ni o'sha davlatga borishimni o'zi meni tilni bilishimni kafolatlaydi degan tushuncha bor. Lekin bu yanglish tushuncha birinchidan u odam hali o'zini ona tilisida qanchalik chuqur va ona tilisini qanchalik ichki anaqalarni hali bilmagan bo'ladi. Shuning uchun qachonki bu O'zbekistonda ikkinchi bir chet tilini o'rganishni boshlaganda, ya'ni o'sha tilni o'rgana olish qobiliyati, tezligi va o'zi umuman bu programma yoki o'sha davlat, o'sha til buni o'ziniki ekanligini his qilishni boshlaydi. Va bu birinchisi, ya'ni til hammaga ham juda ham oson keladigan jarayon emas. Mana Germaniyada hatto 15-20 yillab yurgan chet elliklar bor. Ba'zilari hozirgacha A1, A2 darajasigacha bilmaydi. Lekin O'zbekistonda ham qisqa vaqt ichida B1, B2 darajasiga chiqqan odamlar bor. Ya'ni bu odamni mental qabul qilish qobiliyati ham. Biz kelayotgan har bitta o'quvchilarimizga yoki shu qiziquvchilarimizga tavsiya qilgan bo'lardik. O'zbekistonda birinchidan bazaviy nemis tilini o'rgansa, bu ham o'ziga cho'ntagiga foyda. Chunki O'zbekistonda nisbatan narxlar hamyonbop va tilda bazaviy asos so'zlarini o'rganib, bu yerda keyin chunki Germaniyaga kelgandan boshlab darslarda umuman o'zini ona tilisini unutish kerak. Ya'ni o'zbek tilida hech qanaqangi yordam bo'lmaydi. Sof nemis tilida bo'ladi darslar. Sof nemis tilida bo'ladi darslar. Endi mana shu savolingizga Muzaffar akadan so'raymiz. Avval Otabek aka, oyiga qancha to'lab o'qidingiz bitta kursni? 1 oylik kurs. O'zbekistonda 1 oyga qancha kurs? O'zbekistonda Toshkent sharoiti boshida 550 ming edi, men oxiri tugatayotganimda 770 ming bo'ldi. Haftasiga 3 marta 2 soatdan normal kurs. 1,5 soatdan dars edi. 3 marta. Umuman olganda 50 yevrolarga to'g'ri keladi. 50 ga to'g'ri keladi. 50 yevroga. Xo'p, Muzaffar aka, qarang endi Germaniyada umumiy o'rtacha kurslar nechi pul? Mana shu sharoitda ayni oylikka hisoblaydigan bo'lsak. Endi har xil kurslar bor. Agar biz o'zimizning kursimizni, ya'ni o'zimizning berayotgan darslarimizdan kelib chiqqan holda qaraydigan bo'lsak, unda bizda farqi yo'q qaysi daraja. Ularga bir oyda 25 akademik soat, bu degani soat 8 dan 12:30 gacha 4 soat dars o'tiladi. Orasida 10 minut 10 minutdan ikkita tanaffus. Bu degani haftasiga 5 mahal, xuddi biz yosh bolalarimiz o'sha maktabga borib o'qib kelgandek o'qib kelinadi. Mashina inobatga olamiz va C2 darajadagi nemis domlalarimiz ularni o'qish tarzi, o'qitish tarzi va ularning tajribasini inobatga olgan holda bizda bir oyiga, ya'ni 100 akademik soatiga odatda 100 akademik soatini bir oyda o'tamiz. 400 yevro narxi kursi va buning ichida har xil o'sha kurs davomida ham ekskursiyalar qilinadi. Kurs davomida imtihonlar bor. Darajadan darajaga o'tishda ma'lum bir testlar olinadi. Va job coaching qaysidir ma'noda integratsiya qilish imkoniyati ham bor. Farqi yo'q. Har bittasi 400 yevrodan. Xo'p, rahmat ma'lumot uchun. Endi bu aslida Germaniya uchun qimmatmi, arzonmi? Endi Germaniya hududida har xil mintaqalarga bo'lingan. Uni ma'lum bir mintaqalarda balkim arzonroq bo'lishi mumkin, vaqti kamroq. Yoki haftasiga faqat 3 marta dars o'tishadi. Lekin til kursiga kelish uchun en minimal 18 akademik soat darsi bo'lishi kerak haftasida. Bo'lmasam viza berish jarayoni to'xtatiladi, chunki bu kurslar viza berish uchun loyiq emas. Bu degani intensiv kurs deb hisoblanmaydi, inobatga olinmaydi. Shuni inobatga olgan holda biz misol uchun bilamiz,
bir yarimta o'quv markazlar ma'lum bir regionlarda, hududlarda 250-300 euro chaqishadi. Lekin ularda gibrid holatda dars o'tiladi. Bu degani ham intensiv kurs, ya'ni borib maktabda o'qitiladi va ma'lum bir qismini onlayn, ya'ni uydan o'tish jarayonida. Bu qanaqa bo'ladi? Bunga viza beradimi? Bunga viza berilmaydi. Shu eng asosiysi urg'u shunda bo'lish kerakki, gibrid holatidagi yoki onlayn holatidagi o'quv markazlariga viza berilish jarayoni to'xtatiladi. Bunda viza olish, narxiga o'chib olish imkoniyati bor, lekin agar narxiga o'chib o'sha yerdan olsangiz, ularda ma'lum bir qonun qoidalari bor. Ya'ni to'langan pulingizni qaytarib olish imkoniyati bo'lmasligi mumkin. Ya'ni korxonaning ichki tizimida pulingizni qaytarib bermaymiz deyiladi. Bizda esa misol uchun agar viza chiqmasa, bir oylik o'sha o'quv kursini modulini, chunki joy egallagan bo'ladi, olib qolinadi, qolgan hamma pulingiz qaytarib beriladi. Endi shu yerda tushunmovchilik bo'lmasin. Viza chiqmasa deganingiz bu viza vaqtida chiqmasami yoki ishtirokchi viza chiqmadi, bo'ldi, men xohlamayman yoki o'zini ixtiyori bilan bo'ldi, men xohlamayman, qilmayman degan holatdami? Ikkita holatda, ya'ni elchixonadan отказ kelgan holatda yoki ishtirokchini o'z xohishi bilan elchixonaga borib boshlagan dokumentlarini qaytarib olgan holda. Ya'ni bizga har doim tasdiqnoma so'raymiz. Ya'ni elchixonadan rad javobi kelgan bo'lish kerak yoki ishtirokchini o'zi borib elchixonaga o'sha vizamni ko'rib chiqish jarayonini to'xtatinglar degan holatda biz keyin kurs jadvalini boshqatdan qayta ko'rib chiqamiz va o'rin joyini boshqa insonga beramiz, kutayotgan insonga, va ishtirokchini o'sha kerakli bo'lgan summasini olib qolamiz. Lekin bitta narsani aytib o'tishim kerakki, ishtirokchilar bor, misol uchun oldindan pulini to'lab qo'yishadi, 6 oydan beri hali ham vizaligisi chiqmadi, o'zligisi ham esdan chiqazib qo'yishdi. Lekin 9 oydan keyin qaytib kelib bizga viza chiqmadi, to'xtatmoqchimiz deyishdi. Yo'q, bunaqa holatda biz ham ma'lum bir sharoitlarni inobatga olgan holda aytamiz, bo'pti, 9 oydan beri aloqaga chiqishga harakat qilyapmiz, lekin orqa taraflama aloqa bo'lgani yo'q. Sizni kursingiz boshlanib, tugab ham bo'ldi. Ya'ni bu o'rin siz uchun egallangan edi, bu o'ringa boshqa insonni olmadik. Agar aloqaga chiqmasa edi, unda o'sha kursga to'langan pul olib qolinadi, yotoq pullaringiz, agar yotoq bilan olgan bo'lsangiz, 1 oylik olib qolinadi, qolgani qaytarib beriladi. Chunki yotoqdan foydalanmadingiz. Shularni inobatga olish kerak. Xo'p, rahmat ma'lumotlar uchun. Endi o'shaning uchun doim aloqada bo'lib turish kerak. Agar masalan bizda shiprakurs qilmoqchi bo'lsa, biz doim aloqadamiz. O'zbekistonda ham vakillarimiz bor, hamkorlarimiz bor va o'quv markazlarimiz bor tabiiy tarzda. Yoki o'zimizga to'g'ridan to'g'ri chiqish imkoniyatlari ham bor. Barcha kontakt ma'lumotlarimiz ijtimoiy tarmoqlarda ko'rsatilgan. Yotoqxona deb yaxshi aytdingiz. Yotoqxona bu eng katta ustunlik. Hozir siz kelib bu ham aytayapti-ku, Gates na house aytayapti-ku. Uygami endi deyilyapti-da, uy bor-da. Vatan bor. Kelganingizdan boshlab uy bor va undan tashqari sizda up-hol servis bor. Ya'ni imkoniyatlarimiz borki, sizni to aeroportdan uyingizgacha olib borib qo'yish imkoniyatlarimiz bor va buni ham tashkil qilganmiz. Buni ham tavsiya qilamiz foydalanishni. Endi Azimjon aka, eng kerakli bo'ladigan hujjatlarni qisqagina qilib tushuntirish berib o'ting. Mana shu til kursiga olish uchun men til kursiga qiziqdim. Qayerdan ro'yxatdan o'taman? Qancha ro'yxatdan va qancha turadi? Va eng muhimi, kerak bo'ladigan hujjatlar nimalardan iborat? Qisqagina. Agar demak bu savolingizga javob beradigan bo'lsam, demak o'z davlatidan boshqa bir davlatga borib til kursini o'qish odamdan katta jasorat va ma'lum bir miqdorda moddiy mablag'lar ham talab qiladi. Ya'ni elchixonaga yoki talab qilinadigan eng asosiy hujjatlardan bittasi bu Germaniyada o'zini bo'lish davri mobaynida agar 6 oylik til kursi yoki 1 yillik davomida til kursi o'rganadigan bo'lsa, demak oyiga 1091 yevro miqdorida Germaniyada berkitilgan, demak qulflangan
qulflangan hisob raqamda 6 oyga 1091 yevrodan ko'paytirilgan holatda qo'yish kerak. Hozirda o'rtalama 6700. Bir yil uchun bo'ladigan bo'lsa 13200 atrofida pul qo'yishga to'g'ri keladi. Bloklangan, ya'ni hisob raqam. Ikkinchisi, hozir mana Muzaffarjon ta'kidlab o'tganidek, Germaniyada juda ham ko'p til kurslari bor, lekin aynan elchixonaning talablariga javob beradigan til kurslari bu hamma joyda ham bor emas. Shuning uchun e'tibor berish kerak. Eng kam haftalik akademik o'quv soatlari 18 dan kam bo'lishi kerak emas. Bizda haftasiga 25 soat. Demak, 6 oyga yoki 1 yilga kelmoqchi bo'lgan odamlar o'zi belgilangan darajasidan boshlab sertifikatlari asosida ularga kurslarni bron qilamiz va o'sha bron qilingan qog'oz hujjatini elchixonaga taqdim qilish kerak. Ya'ni uning uchun to'lovni amalga oshirish kerak oldindan. To'lov amalga oshirilgandan keyin ularga kursga qabul qilingani haqida tasdiqnoma va puli to'lov qilingani haqidagi tasdiqnoma beriladi. Eng asosiy hujjat shulardan bittasi. Uchinchisi, qo'lida hozirgi kunda erishgan nemis tilini tasdiqlovchi sertifikati, istar A1 bo'lsin, A2 bo'lsin yoki B1. Agar hozirgi kunda hali qo'lida imtihoniga tayyor bo'lmasa, o'qiyotgan kursidan hozirda kursga qatnayotgan haqidagi tasdiqnomasini berib tursa ham bo'ladi. Bundan tashqari bir qancha yana topshirish kerak bo'lgan hujjatlar bor. Bu narsa hammasi elchixonaning veb-saytida keltirib o'tilgan. Demak, maktab attestat qog'ozlari tarjimasi, ariza anketalari, rasm, pasport va sug'urta. Va eng muhimi, ya'ni Germaniya hududida hech qaysi inson sug'urtasiz yurishi mumkin emas va buning uchun o'sha bo'lish muddati davriga mo'ljallangan sug'urtalar ko'zda tutilgan. Yana bitta narsa esdan chiqib qolmasidan oldin, bularni hammasini taqdimlash, ya'ni elchixonaga berishingizdan oldin bitta hamma, endi ko'pchilik inson, Germaniyaga keladigan insonlar biladi buni, maqsadingiz bo'lishi kerak. Maqsadni motivatsion xat sifatida, ya'ni motivatsion xat sifatida til kursidan keyingi bo'ladigan jarayonni, ya'ni qaysi yo'nalishda, qaysi yo'lga, qaysi kelajakni qanaqa qilib qurishingiz, ya'ni Germaniya hududida qanaqa qilib qurishingiz to'g'risidagi bir xat bo'ladi, tushuntirish xati bo'ladi. Sabab til kursini olgan insonlar, ya'ni til kursiga kelgan insonlar, ularning vizasi turli xil boshqa vizalar shakliga o'zgartirish imkoniyati bor. Bu degani, xohlasangiz ish, xohlasangiz o'qish, xohlasangiz Ausbildung, ya'ni dual ta'lim tizimi bo'yicha, xohlasangiz diplomingiz bo'lmasa ham to'g'ridan to'g'ri ishga kirib ketish, ma'lum bir shartlarni bajara olsangiz, shu sababli o'sha tushuntirish xati, ya'ni motivatsion xat talab qilinadi va eng asosan, Azimjon aka, men to'g'rilang agar noto'g'ri gapirsam, eng asosan 3 ta shartga javob berishingiz kerak. Biz sizni yoqtiramizmi? Bu degani motivatsion xat. Siz o'zingiz qoplay olasizmi? Bu degani mablag'ingiz yetarmi? Uchinchisi, sizni kelajagingiz Germaniyada haqiqatan ham porloq bo'lishi mumkinmi? O'qigan darajangiz, institutda o'qiganmisiz yoki universitetda yoki attestatingiz bo'lsa qo'lingizda, bu degani sizdan kelajak ishchi, ya'ni Germaniya hududida ishlab o'zini karyerasini quradigan inson bo'lib yetib chiqasizmi degan savollarga javob berishingiz kerak. Mana shularni inobatga olganingizda aslida to'sqinlik yo'q til kursiga kelish uchun. Shu gapingizga, motivatsion xatingizga yana bitta kichkina qo'shimcha. Ya'ni motivatsion xat o'zi aslida bir varoqdan iborat bo'lgan sizni bayonnomangiz. Lekin bu juda ham muhim, chunki siz maqsadingizni to'g'ri aniqlab berishingiz kerak. Chunki siz elchixonaga hujjat topshirganingizda qo'shimcha xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar orqali topshirasiz va sizni o'sha motivatsiya xatlaringiz va butun hujjatlaringiz Germaniyadagi tegishli idoralar tomonidan ko'rib chiqiladi. Ya'ni ular sizni ko'rmagan, bilmagan holatda sizni motivatsion xatingizga asosan qaror chiqaradi. Sizni taniydi, bu sizning yuzingiz.
Ya'ni shu yerda mana bu sizni hozirgi kunda mana кейsiz 41 yoshga kirgan odam, 4 ta farzandi bo'lgan odam, maktabni bitirgan odam, siz shunday demay motivatsiyada hatida maqsadni to'g'ri aniqlab bergansizki, ya'ni ular to'g'ri vaqt biroz olgan bo'lishi mumkin, bunga ham to'xtalib o'tamiz, lekin oxir oqibatda ular qaror bergan, ya'ni sizni maqsadingizni to'g'ri ekanligi, ya'ni til kursi orqali Germaniyaga kelib va shu yerda keyinchalik faoliyatingizni olib borishingiz uchun til kursi vizasi sizga eng to'g'ri qaror bo'lganiga ishontira olgansiz. Mana ya'ni shu narsa juda ham muhim. Muzaffar aka, bizda qanaqa keyslar bo'lgan? Ya'ni deylik, shaxsan o'zim bilganlarim ko'pchilik Ausbildung qilaman deydi yoki o'qiyman deydi. Ya'ni nimalar qilish mumkin va nimalar yozsa bo'ladi. Ya'ni nima xohlayman ham to'g'ri, lekin Germaniyada o'z qanaqa imkoniyatlar ham bor degan ma'noda nimalar qilsa bo'ladi. Yosh chegarasi yo'q, juda ko'p jihatlarda ham. Ya'ni o'qiyman desa ham, Ausbildung qilaman desa ham yoki ishlayman desa ham. Xo'p, ba'zilarda bilamizki, hayotda ishlagan, o'qishga imkoniyat bo'lmagan, hammada ham o'qishga imkoniyat yo'q, oila qurgan, lekin o'z ishini ustasi. Germaniyada mana men borib, til kursini borib, til kursidan keyin to'g'ridan-to'g'ri ishlasam ham bo'ladimi? Va qanaqa ishlarga to'g'ridan-to'g'ri direksiyalar so'ng yoki umuman olganda aytaylikki, diplom talab qilinmaydi degan savollar bo'lishi mumkin-da. Chunki hamma ham oliy ma'lumotli emas. Mana shu bo'yicha eng yaxshi 3 ta yoki 4 ta kasblar Germaniyada kelajagi bor va O'zbekistondan to'g'ridan-to'g'ri kelib ishlasa bo'ladigan kasblar. Endi bu yaxshi savol. Aslida Germaniya hududida ma'lum bir list bor, noyob kasblar listi. Ya'ni buni Agentur für Arbeit, ya'ni bandlik agentsiyasi tomonidan nashr etiladigan kasblar listi nashriyotida bu listlardagi kasblar o'zgarib turadi. Har kvartalda qayta ko'rib chiqiladi va o'sha sababli ma'lum bir kasblar qoldiriladi, ma'lum bir kasblar o'sha listdan olib tashlanadi. Juda ham ko'p tarqalgani hozirgi paytda, chunki meditsina sohasida talab qilingan til va meditsina yo'nalishi bo'yicha ma'lumot, ya'ni tilni jarayonini rivojlantirish kurslari, buni Fachsprachenprüfung deydi, ya'ni FSD yoki undan keyingi bo'ladigan daraja bu Kenntnisprüfung, ya'ni bilim darajasini tasdiqlovchi test faqat Germaniya hududida olib o'tilishi mumkin. Shu sababli meditsina yo'nalishi bu degani to'g'ridan-to'g'ri ochiq eshik degani. Ikkinchisi, buning uchun diplom talab qilinadi, to'ppa-to'g'ri. Keyingi yo'nalish bu hamshiralar. Misol uchun hamshiralarni turli xil yine O'zbekistonda nazariya ko'proq o'tiladi, amaliyot kamroq bo'lgani uchun ularda qisman tan olingan diplomlar bo'lishi mumkin va o'sha diplomni qaytadan yana boshqatdan tan olish jarayoniga o'tish uchun B2 darajadagi til kerak bo'ladi va buni bu yerga kelib xuddi o'shanaqa Fachsprachenprüfung, ya'ni bilim darajasini tekshirish jarayoniga ketadi. Bu degani yana meditsina sohasi. Uchinchisi esa kasb hunar yo'nalishlari, ya'ni Ausbildung, bu dual ta'lim tizimi. Eng qizig'i shundaki, O'zbekiston tomonidan, O'zbekiston hududida agar dual ta'lim tizimini tanlasangiz, 35 yoshgacha sizga O'zbekiston hududidan turib Ausbildung yo'nalishi bo'yicha viza beriladi. Lekin siz Germaniya hududida bo'lib tursangiz, ya'ni Germaniyaga kirib keldingiz, mana misol uchun bularga o'xshab til kursiga keldilar, lekin qo'llarida faqat attestat, Ausbildung qilmoqchiman desalar, Germaniya hududida yosh chegarasi yo'q. Germaniyadan tashqarida yosh chegara qo'yilgan, Germaniya hududida yosh chegarasi yo'q. Bular xohlasalar endi Ausbildung yo'nalishi bo'yicha xohlagan yo'nalishlarga kirib ketishlari mumkin. Menda Ausbildung qilgan vaqtim 51 yoshli hamkasbim bor. Butun umrim mobaynida buxgalter bo'lgan va o'zini, ya'ni yangidan kashf qilish uchun 51 yoshida, 51 yoshda savol qilib, 51 yoshida farzandi salkam men qatori bor edi deb bilmayman. Yangi bir kasbni tanlab o'qidi. O'sha bitirdi. Xuddi shu farqi bor. Ya'ni til kursiga kelib turib, yoshingiz katta bo'lsa ham,
Ausbildung yo'nalishi bo'yicha qaytadan o'zingiz qayta kashf qilishingiz mumkin. Endi Keyin uchinchisi bor. Bu degani siz aytaylik Ausbildung yo'nalishi bo'yicha Ausbildung yo'nalishi bo'yicha bormoqchimisiz. Sizda aytaylik kasb hunaringiz bor qo'lingizda, O'zbekiston hukumati tasdiqlanmagan, lekin kasb hunar bor. Aytaylik siz qassobsiz, naqshbandsiz va hokazo shofyorsiz. Lekin qisqartirilgan Ausbildunglar, ya'ni 6 oy ichida Berufskraftfahrer, ya'ni LKV haydovchisi yoki to'g'ridan-to'g'ri kasb hunarligingiz asosida, aytaylik siz hamshira emassiz, siz lekin o'sha qariyalar uyida ishlagansiz yoki meditsina sohasiga yaqin bo'lgan yo'nalishlarda ishlagansiz. To'g'ridan-to'g'ri qariyalarga qarash yoki o'sha hamshiralikka mos keladigan yo'nalishda ishga kirmoqchisiz. Sizni kasbingizni, ya'ni bilim darajangizni emas, balkim qo'lingizda o'sha ishlagan o'qitingizni, ishlagan yillaringizni inobatga olgan holda to'g'ridan-to'g'ri Legal Helfer yo'nalishi bo'yicha ishga kirish imkoniyatingiz bor. Bunda alohida bir paragraf bor, unga keyinroq to'xtab o'tamiz, ya'ni keyingi videolarimizda. Ya'ni imkoniyatlar eshigi har bir yo'nalishga ochilib ketishi imkoniyati bor. O'zbekiston hududidan qilsangiz buni bu bo'lmaydi. Lekin bu yerga kelsangiz imkoniyatlar har xilcha taqdim qilinadi va o'sha imkoniyatdan foydalanish mumkin. Foydalanish bor. Mana bir yigitimiz bor. Hozir Ausbildung yo'nalishi bo'yicha sentabr oyidan Ausbildungga yozilgan, lekin hozir to'liq 20 soatlik o'sha Ausbildung bo'ladigan korxonada ishlab yuribdi. Bu degani 8 oy, 9 oy ichida Ausbildungni birinchi 8-9 oyini o'sha hozirgi ishlayotgan jarayonida o'rganib oladi. Ausbildungga kelganidan keyin uni bilimi tabiiyki sentabrdan boshlayotgan guruhdan balandroq bo'ladi. Chunki kasb hunarni o'rganayotgan daraja paytida, ya'ni u amaliyotda o'sha beriladigan bilimni o'rganib oldi va undan keyin Ausbildungga o'tadi. Eng qizig'i shundaki, bu o'qishdan oldin ishlagan payti Ausbildungni qisqartirish imkoniyatini beradi. Ya'ni 3 yillik Ausbildungni 2,5 yil yoki balki 2 yilga qisqartirish imkoniyati, vaqt yutiladi degan imkoniyat bo'ladi. Ya'ni bu degani agar siz til darajasiga ham bog'liq albatta. Siz noldan kelib bunaqangi ishlarni qilish murakkab. O'shaning uchun Azimjon aka gapida javob bor. O'zbekistonda hech bo'lmasa boshlang'ich darajani o'rganib kelsangiz, imkoniyatingiz, ishlash imkoniyatingiz bor. Xo'p, Azimjon aka qisqacha ma'lumot bering. Ishlash imkoniyati qancha vaqt davom etadi? Ya'ni qancha vaqt ishlash mumkin? Men ba'zilarda shunaqa tushuncha bo'lishi mumkinki, til kursiga borib olsam bo'ldi, shunday tashab ketib ishlab ketsam ham bo'ladi. Ya'ni pulni bostirsam bo'ladi, borib olib degan savol bo'ladi-da. Bunda borib olsam bo'ldi degan tushuncha bor. Lekin bunda ko'pchilik bilmaydiki, mana shu bu yerga kelgandan so'ng qonun qoidalari bor, qanchadir muddatlarni boshdan o'tkazmasa, ya'ni til kursini oxirigacha tamomlamasa yoki deylik Eintritt deydi, ya'ni o'sha joyga vizasi chiqqan joyga, vizasi yozilgan joyga borib ishlamasa, qanaqa o'qimasa, ya'ni bunaqa narsada, uzr gapingizni bo'ldim. Til kursi degani, faraz qiling, siz ish beruvchiga kelyapsiz. Fachkraft vizasini oldingiz yoki Ausbildung qildingizda o'sha ish beruvchiga kelyapsiz. Vizangizni yozib qo'ygan bo'ladi. Mana shu korxonada yoki mana shu joyda ish beruvchimga kelyapman, mana shu yo'nalish bo'yicha. Maktabga beriladi, ya'ni til kursiga beriladigan vizada ham xuddi shunaqa yozilgan bo'ladi. Mana shu til kursi maktabida til kursiga kelyapman degani. Agar siz bizni oldimizga kelmasangiz, ma'lum bir muddatli ichida, aslida 7 kun va bizdan registratsiyadan o'tmasangiz, ya'ni Yevaniga uchib kelgan ekan, registratsiyadan o'tmasangiz, bizdan bu o'quvchi bizga kelmadi degan ma'lumot o'sha chet elliklar bilan ishlaydigan idoralarga, ya'ni Ausländerbehördega ma'lumot ketadi. Bu degani sizni vizangiz bekor qilish jarayoniga o'tadi. Va agar ular shunaqa
qarorga kelishsa, ha, to'g'ri, bular kelishmadi, vizasini bekor qilamiz degan qarorga kelishsa, sizga 30 kunning ichida davlatni tark etishingizga majburiyat qog'ozi keladi. Endi ko'pchilik o'ylaydiki, Sprachkurs vizasiga kelib olib, bu yerda qora ish qila olaman, borib o'sha stroykada ishlayman yo boshqa joyda ishlayman deb fikrlarga kelishi mumkin-da. Lekin agar siz registratsiyadan o'tmasangiz, darslarga kelmasangiz, biz bayonot beramiz. Mana shu payt, mana shu vaqtlar bular darsga kelmadi. Mana shuncha darsni qoldirdi. Ma'lum bir paytdan keyin, ya'ni kurslarni 20%ni o'qimasangiz, siz o'zingizga qo'ygan maqsadingizga erishish imkoniyatingiz susayadi va buni biz ham o'sha Ausländer Behörde'ga bayonot ma'lumot sifatida beramiz. Zo'r, muhim ma'lumotlar, bunga e'tiborli bo'lasizlar. Endi bu degani ishlash mumkin emas degani emas. Aslida aytyapmizki, hozir ya'ni bizga kelib ham yoki umuman olganda qanaqadir dasturga kelib ham, oddiy Sprachkursga, til kursiga kelib ham ishlash imkoniyati bor. Mana shu ishlash imkoniyati qanaqa? Necha soat ishlasa bo'ladi va qayerlarda ishlasa bo'ladi? O'zi til kursiga keladigan odam Germaniyada bo'ladigan butun muddati davomida o'zini yeb ichishi, kvartira xarajatlari va o'qish butun shu 1 yillik, 1 oylik yashash xarajatlari hisoblangan miqdorda butun bo'lish davriga o'zi aslida bloklangan hisob raqamda puli bor. Ya'ni Germaniya hukumatı agar xohlasa ishlashga ruxsat bermasligi ham mumkin edi. Va shu paytgacha o'zi shunday bo'lib kelgan. Ya'ni agar senda bloklangan hisob raqam bo'lsa, bemalol o'sha bloklangan hisob raqamingdan oylik kerakli summani yechib, o'shani ishlat degan prinsip asosida yurilgan. Lekin so'nggi 2 yilda, ya'ni bu ham bo'lsa biz uchun bitta foydali tarafi, sen Germaniyaga kelgandan keyin asosiy maqsading til kursida qolgan bo'lishing kerak. Ya'ni juda to'g'ri aytdingiz. Bu til kursi vizasi Germaniyaga faqatgina kelib olish uchun bir nima deydi? Faqatgina anaqa hisoblanish kerak bo'lish kerak emas. Ya'ni til kursi rostdan albatta bu yerda til kursi birinchi prioritetda va qo'shimcha mana til kursida har kuni ertalabdan mana soat 8 dan 12 gacha nemis tili o'rganadigan bo'lsa, lekin ko'p narsani baribir nazariyaga o'rganadigan bo'lsak va u yerdagilar hammasi o'ziga o'xshagan chet elliklar. Lekin 20 soatlik haftasiga 20 soatlik qonuniy ishlash haqqi bor va ushbu haftasiga 20 soatlik ishlash uni to'g'ridan to'g'ri o'sha tilda egalari bilan, ya'ni nemislar bilan to'g'ridan to'g'ri kontakt olib kelishga. Ya'ni maqsad shu o'zi aslida. Ya'ni tilni o'rganar ekansan, amaliyotda qo'lla. Va ehtimol o'sha sen ishlayotgan joyingdagi odam seni kelajakdagi ish beruvchingdir. Yoki mana hozir Ausbildung mavzusiga juda yaxshi to'xtalib o'tdi. Ya'ni agar siz O'zbekistondan Ausbildung vizasi bilan keladigan bo'lsangiz, siz o'sha Ausbildung vizasida o'zingizni ko'ra olish yoki ko'ra olmasligingizni bilishingiz uchun kamida 2-3 oy vaqtingizni o'tkazasiz va qarabsizki, Ausbildung boshlanib bo'lgan 3 oydan keyin siz aytyapsiz, yo'q, bu menga emas ekan. Ana endi boshqa bir Ausbildung qidir. Yana boshqa joydan vaqt, ya'ni bu juda ham katta stress. Til kursi bilan kelayotganda asosiy maqsad til kursida qolgan, lekin haftasiga 20 soatlik ishlash imkoni bu sizni keyinchalik qilmoqchi bo'lgan Ausbildung sohalaringizda ishlab o'zingizga tajriba orttirishga ham bir ko'prik. Ya'ni ish beruvchida ishlar ekansiz 20 soat. Mana hozir mana o'tirgan joyimiz mana biz uchun Novvoy xona deb atalsa, mana bekar. Bizdagi xuddi konditer mahsulotlarni sotadigan. Mana shu yerda ishlayapti. Mana bu yoq agar ishlaydigan bo'lsa, 20 soat ishlash jarayonida bu kasb o'ziga tortyapti buni. Yoqib qolyapti. Demak, ish beruvchi bilan gaplashib, men senda Ausbildung qilmoqchiman. Sinab ko'ryapti o'zida. Agar bu soha uniki emasligini bo'lsa, boshqa joyda sinab ko'radi. Ya'ni bu til kursi vizasi kelajakdagi kasbini aniqlash, to'g'ri tanlab olish uchun ham juda ham zo'r imkoniyatlardan bittasi. Demak, savolingizga qaytadigan bo'lsak,
haftasiga 20 soatlik qonuniy ishlash hozirgi kunda o'sha vizani yonida alohida qo'shimcha qog'oz yopishtirib beriladi, o'sha yerda yozib qo'yilgan bo'ladi. Lekin hozir yana eslatib o'tilgandek, prioritet nemis tilida. Agar sababsiz qoldirilgan darslarni biz zudlik bilan o'sha chet elliklar idorasiga bayon qilishga majburmiz. Shuning uchun hamma narsani o'zini normasida qilgan yaxshi. Demak, ishlash imkoni bu faqatgina sizni o'sha darsda o'rganayotgan narsalaringizni to'g'ridan-to'g'ri til tashuvchilari bilan muloqot va 3-4 so'm cho'ntak puli topish uchun. Mana shu ham muhim narsa, 3-4 so'm cho'ntak puli degani. Ya'ni 3-4 so'm cho'ntak puli deganda aslida Germaniyada qonun bor. Siz biron joyga borib xohlagan summangizni ishlab keta olmaysiz. Ya'ni yoki ish beruvchi ham sizga xohlagan summani beravermaydi. Uni o'ziga yarasha qonun talablari bor. Siz 20 soat ishlayapsizmi? Kamida bu nechta pul bo'lishi kerak? Ayni damda qonunchilik bo'yicha 14 12.81 da hozir sal 13 necha ham bo'ldi. Ya'ni o'zgartirishlar kirib keldi. Bu degani tabiiyki ish beruvchilar ham sizga 16, 17, 20 euro pul beradi deb o'ylamayman. Ya'ni siz tekshirib olsangiz, sizni yo'nalishingizmi to'g'ri keladimi, ish beruvchi sizga to'g'ri keladimi, siz ish beruvchiga to'g'ri kelasizmi? Mana ya'ni ish oluvchi bilan ish beruvchini tekshirish jarayonida bo'lasiz. Agar siz mana o'sha oldin aytib o'tgan kesim to'g'risida aytaman, agar siz ish beruvchiga to'g'ri kelsangiz, siz yoqsangiz, ish beruvchi o'zi harakat qilib sizni o'sha Ausbildung yo'nalishi yoki ish yo'nalishiga qayta jalb qilish yo'liga tushadi va unda siz va sizning hamkasblaringizday pul berishga majbur. Ya'ni agar hamkasblaringiz nemis hamkasblaringiz bo'lsa, ular 15 euro olayotgan bo'lsa, sizga ham agar xuddi o'sha ishni qilayotgan bo'lsangiz, xuddi o'sha summani berishga majbur bo'lasiz. Ya'ni sen chet ellik ekansan, sen o'zbek ekansan. Yo'q, bunga qarab o'tirmaydi. Bunga qarab o'tirmaydi. Qilinayotgan ishi muhim va o'sha aytib o'tilganidek Mindestlohn degan tushuncha bor. Ya'ni Germaniyada har bir odam eng kamida agar qonunan ishlaydigan bo'lsa, eng kamida soatiga olish kerak bo'lgan summa o'sha 13 yevroni tashkil qiladi taxriban. Shu yerda bitta izoh berib o'tib ketay. Hozir biz demak til kursi vizasi haqida gapirganimiz uchun biz juda ham ko'p summalar, pul, boshqa narsalar haqida ko'p ma'lumot bera olmayapmiz, lekin o'zi aslida bu juda ham chuqur va detalli izoh talab qilinadigan mavzu, chunki siz aytayotgan bu narx odam qo'liga oladigan summa emas, bu endi umuman bu boshqa mavzu. Shuning uchun men til kursiga keluvchilarimizga shuni iltimos qilgan bo'lardim. Til kursini tarozisini ish tarozisi bosib ketadigan bo'lsa, o'z-o'zidan til o'rganishga bo'lgan anaqangiz zarar ko'rib qoladi va belgilangan viza muddatingiz cheklangan 6 oy va biz sizni o'rtacha tezlikda bitta odamning miyasi qabul qilishi mumkin bo'lgan soatlar miqdori belgilangan ekspertlar tomonidan. Agar siz ish tarozisi bosib ketib, ya'ni bizni darsimizni oqsatadigan bo'lsangiz, o'z-o'zidan aytilgan va hammamiz plan qilgan darajaga yetib kela olmaymiz. Masalan, B1 bu Ausbildung boshlash uchun eng minimal daraja. Sertifikat qo'limizda bo'lishi kerak. O'z-o'zidan yetib kela olmaganimizdan keyin bu yana sizga qo'shimcha endi stress. Siz endi cho'zdirishga majbur bo'lasiz. Cho'zdirish bu sizdan yana qo'shimcha bloklangan hisob raqam va yana bizning planlarimizni cho'zilishiga va hech kim kafolat bermaydi. Vizangiz cho'zilishiga. Shuning uchun biz iltimos qilamiz, o'rtoqlar. Til kursi davomida ishlash prioritetga aylanmasin. Qancha tez tilingizni o'sha vaqtda rivojlantirish sizga o'sha ish bozoriga tezroq kirib borishingizni o'zi aslida til kursi vizasi kafolatlaydi, ishlashingiz emas. Yana buni yana bitta qo'shimchasi bor. Azimjon aka aytib o'tdilar, ular aytdilarki, B1 en minimal degani. Ko'pchilik shu fikrga boradiki, B1 bilan xohlagan Ausbildung yo'nalishimga B1 darajasiga chiqib olsam bo'ldi, o'tib ketaman degani. Shuni bilingki,
o'sha O'zbekistonda til kursini o'tgan yili misol uchun muloqot qilayotgan paytimizda ish oluvchi bozor edi. Ya'ni O'zbekistonda taqdim etgan paytimizda bu yerda Germaniyada ish oluvchi bozor edi. Hozir bozor ish oluvchi tanlash mumkin edi. Ish oluvchi tanlash mumkin edi. Hozir bozor shunaqangi 180 gradusga o'zgardiki, hozir ish beruvchi bozoriga aylandi. Ko'pchilik shu yo'nalishlarda ishlayotgan kompaniyalar, konsalting kompaniyalari, ya'ni O'zbekiston bozorida xizmat ko'rsatayotgan konsalting kompaniyalari va Germaniya bozorida o'zbek kompaniyalari, konsalting kompaniyalari hali ish beruvchi bozorida ishlab ko'rmagan. Ya'ni bu degani ish beruvchi bozori qanaqa? Nima uchun ish beruvchilar endi tanlab olish huquqiga ega? Ya'ni ishsizlar soni ko'payayotgan sari ish beruvchilarni ham tanlovi oshayotganini inobatga olish kerak. Bu bozorni ko'rgan insonlar, bu bizga o'xshagan, ya'ni 20 yildan beri Germaniya hududida, o'sha 16 yildan beri Germaniya hududida ishlab, 2008, 2010, 2011, 2012 yillarda ish beruvchi bozoridan o'zi o'tganidan keyingina bu narsani bayon qilib tushuntirib berish imkoniyatiga ega. Sabab faqat bizga kelinglar demoqchi emasman bu so'z bilan, lekin biz bilamiz ish beruvchi bozori qanaqa qiyin bo'lgani va bu ish beruvchi bozori bir marta bozorga kirib kelganidan keyin buni tezda chiqib ketmaydi. Kamida 5 yil, 6 yil, 7 yil, ya'ni konjunktura jihatidan, ya'ni bozor almashganidan keyingina o'sha, ya'ni ekonomik iqtisodiy o'sish jarayoniga kelganimizda yana balkim o'sha ish oluvchi bozorga aylanishi mumkin. Sanoqli kasblar hozir ish oluvchi bozorida, ya'ni bu meditsina sohasida hamshiralar va Ausbildung yo'nalishini ham hammasi emas, balkim o'sha hunarmandchilik, kasb-hunar, LKV yo'nalishi bo'yicha. Lekin shuni inobatga olinglar, konjunktura o'zgarishi bilan LKV haydash ham kamayadi, chunki bozor o'zgaryapti, iqtisodiyot o'zgaryapti. Shuni inobatga olishinglar kerak. ITga bilan kiraman desanglar, esinglardan chiqazib yuboringlar. Agar meditsina yo'nalishi bo'yicha bilan kiraman desanglar, eng minimal daraja B2 hisoblanadi. Agar misol uchun mehmonxona yo'nalishida kamida B1 qilsam mehmonxonaga kirib ketaman, resepsiyonda ishlayman desanglar, resepsiyonda 5 yulduzli, ya'ni yaxshi Ausbildung qiladigan 5 yulduzli mehmonxonalarda kamida B2 plus C1 so'raydi. Ya'ni o'ziga yarasha yo'nalishlar bor. Bizda misol uchun byuro menejment bor. Byuro menejmentga B2 plus C1 so'raydi. Shu gapingizga qo'shimcha ravishda, ya'ni til kursi vizasi bilan kelganki, har bir yurtdoshimizning maqsadi 99.9%. Kerakli darajaga erishgandan keyin Germaniyada o'zini yo'lini topib ketish, ya'ni hozircha qaytish emas. Juda ko'pchilikning yo'li Ausbildung yo'li bilan kesishadi. Mana shu yerda bitta narsani aytib o'tishimiz kerak. Til kursi davomida o'rgangan bilim juda ham asqotadi. Ausbildungni noto'g'ri interpretatsiya qiladi ba'zilar. Ya'ni Ausbildung bu faqat ish deb o'ylashadi. Masalan, mehmonxona yoki sartaroshxona, hatto mana novvoyxona. Ertalabdan kechgacha ishlayman va Ausbildung unaqa emas. Ausbildung bloklarga bo'lingan holatda ma'lum qismi amaliyotda va ma'lum qismi Berufschule deb atalgan bizni kollejlarimizga o'xshash joyda. Mana shu yerda siz haqiqiy tushunasiz, sizga nima uchun nemislik kerakligini. Ana endi siz u yerda kerak bo'lsa kimyo, fizika, biologiya, agar bu novvoyxona yo'nalishi bo'yicha shunga mos bo'lgan maxsus terminologiyalarni o'rganishingiz kerak. Va sizni birga o'tirgan sinfdoshlaringiz ko'pi nemislar bo'ladi. Ular o'zini ona tilisida va juda ko'p hamyurtlarimiz eng oxirga borganda buni kech anglab qolyapti. Menda shunaqa vaziyatlar bo'lgan. Juda ham zo'r hamshira, 3 yil davomida zo'r qilgan, lekin oxir oqibat Ausbildungni muvaffaqiyatli tugatganini tasdiqlovchi ish beruvchi emasda. Berufschule diplomi, maktab imtihonidan yiqilgan va ularga 2 marta shans beriladi xolos. Ya'ni 3 yillik Ausbildung havoga uchib ketdi. Asosiy sababi nima deb o'ylaysiz? Asosiy sabab u qizni o'zi bilan gaplashganmiz, demak, nemis tiliga. Albatta, ya'ni u nima deydi? Boqsatgan, o'ylagan,
men juda ham zo'r ish qilyapman, ish beruvchim har qanday vaziyatda olib qoladi deb. Gap ish beruvchida emas-da bu yerda. Ish beruvchi seni diploming asosida masalan qanday tushuntirsam bo'ladi? Men O'zbekistonda juda ham zo'r sartarosh bo'lishim mumkin, lekin Germaniyada sartaroshlik uchun ham 3 yil maxsus o'qish kerak. Chunki qaysi odamni sochiga qaysi kimyoviy modda noto'g'ri qilib qo'yilgan narsa odamni hayotiga to'g'ridan to'g'ri hatto bekora yo'nalishiga. Endi agar bunga hozir odamni hayotiga agar mana shu til kursi yo'nalishi bo'yicha misol uchun hozir videomiz cho'zilib ketmasligi uchun nuqta qo'yadigan bo'lsak, Agentur für Arbeitni statistikasi bor. Ya'ni Job Center bilan Agentur für Arbeit ikkalovi ham Ausbildung yo'nalishi bo'yicha ko'maklashuvchi idoralar hisoblanadi. Ularning statistikasi bo'yicha va IHK va Handwerkskammerning statistikasi bo'yicha eng ko'p Ausbildungni to'xtatish sharoiti agar misol uchun chet eldan kelgan hamyurtlarimizda yoki boshqa yurtlardan kelgan chet elliklarni inobatga oladigan bo'lsak, eng ko'pi bu degani 67% nafar Ausbildungchilar til darajasi yetarli bo'lmagani uchun Ausbildungni to'xtatishadi. yoqmagani uchun emas, puli uchun emas, balkim til darajasi shunchalik qiyin bo'lganligi va tilni oldindan o'rgana olmasdan bu yerga kelib Ausbildungda hayol qilganligi. Ish beruvchi ishonaveradi sizni A2 darajangiz bilan yoki B1 darajangiz bilan ishingizni ko'radi, qabul qiladi. Lekin maktab darajasida mana misol uchun mexatronik yo'nalishi bo'yicha hozirgi bir ish beruvchimiz bilan muloqotda xuddi shu narsa tasdiqlandiki, agar maktabda matematikani yaxshi o'qimagan bo'lsangiz, nemis tilida shu matematik formulalarni agar bilmasangiz va shuni tushuntirib bera olmasangiz, bu degani siz matematikani bilsangiz ham, lekin tilingiz yetmagani sababli salbiy Ausbildungga yondashish bo'ladi. Shuning uchun til bu sizni kalitingiz hisoblanadi. Shunday. Va tilni o'rganish bu eng afzal bir yo'llaridan hisoblanadi. Yo'nalish tanlashingizdan oldin tilni mustahkam qilishingiz bu sizni kelajagingiz porloq bo'lishiga bir yondashish hisoblanadi. Shuning uchun tilni o'rganing, bu va tilni o'rganing yana bir marta. Shuning uchun qo'shimcha ishlash imkoni bo'lsa yaxshi, lekin ustuvor vazifa til va til. Va biz aynan shuning uchun ham ushbu bizning korxonamiz aynan shu tilni chuqurlashtirib ish berishga moslashmaganmiz. Ish beruvchi qidirishga, Ausbildungga aynan bizniki sifatli nemis tilini yetkazib berishga o'zini nima deydi, ustuvor vazifasi qilib olingan. Va bizni 80-90% butun faoliyatimiz aynan shu tilda juda ham kuchli mutaxassislar yordamida vatandoshlarimiz va nafaqat vatandoshlarimiz istalgan qiziquvchilarga yetkazib berishki, chunki u biz bergan bilimlar uni kelajak hayotida foydavor bo'lib hisoblanadi. Agar mablag'ingiz, buni ham aytib o'tamiz, agar mablag'ingiz Germaniya hududiga kelib o'qishga yetmasa, blokshot qo'yishga imkoniyatingiz bo'lmasa, mana Mirzohidni ko'pchilik taniydi, Samarqand hududida xuddi shu Germaniyada o'tadigan tizim asosida sal O'zbekiston bozoriga moslashgan holda intensiv kurslarimiz bor. U yerda ham Teilzeit, ya'ni haftasiga 3 marta o'tiladigan kurslarimiz bor. Bu ham intensiv, lekin vaqti chegaralanganroq yo boshqacharoq bo'lishi mumkin. Toshkent hududida misol uchun agar bilsanglar, Toshkent shahrida ham kurslarimiz tashkil qilingan. Bemalol o'sha yo'nalish bo'yicha, ya'ni boshlang'ich tilingizni o'sha guruhlarga yozilgan holda o'rganishingiz mumkin. Bizdan boshqa tiqilib yotibdi O'zbekiston hududida nemis tilini hozir yana o'sha trendga, ingliz tiliga o'xshab trendga olib chiqaman deydigan partnyorlarimiz bor, boshqa o'quv markazida. Ularga ham borishingiz mumkin. Ya'ni o'zingiz tanlash ixtiyoringizga egasiz. Lekin bizning o'quv markazlarimizda bu yerda o'qiladigan sistema va tizim orqali O'zbekiston hududida darslar beriladi. Shuni tavsiya qilib qolaman, agar mablag'ingiz Germaniya hududida to'g'ridan-to'g'ri til o'rganishga yetmasa, yo hozircha yetmasa, til o'rganishni to'xtatmang. Albatta, endi ko'pchilikda yana
qandaydir individual savollar bo'lishi mumkin. Bularga biz korxonamiz xodimlari yoki boshqalar orqali tez onlayn suhbatlar uyushtirib turamiz yoki biz O'zbekistonga borganda treninglarimiz, seminarlarimiz bo'lib o'tadi. Agar qo'shimcha savollar bo'lsa, albatta mana shularni unumli foydalanish mumkin. Xo'p, til kurslariga, ya'ni O'zbekistondagi til kurslariga keladigan bo'lsak, kontaktlarni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib, til kurslarini o'rganish mumkin. Xo'p, Otabek aka, sizga xush kelibsiz deb qolamiz. Kelgusida ishlaringizga omad. Hozir adashmasam, bizda statistik oxirgi ma'lumotlarga ko'ra nechta millatdan vakillarimiz bor edi, Muzaffar aka? 6 oy oldin 47 ta edik. 47 ta plus deyman, chunki bir vakillar keladi, bir vakillar ketadi. Hozir salkam 50 ga chiqib qoldik. Salkam 50 ga yaqin millatlar bilan birga o'qish imkoniyatini biz taklif qilamiz. Albatta, sizda mana shunday imkoniyat bor. Agar unumli kelib foydalansangiz, nemis tilini o'rganishingiz mumkin. Ko'pchilikda savol bo'ladi, nima endi birovga o'zbekcha, birovga qozoqcha, birovga qanaqadir fransuzcha o'tasam? Yo'q, barcha tillar nemis tilida o'tilishi bizda kafolatlangan. Ya'ni biz kelganlarga nemis tilida dars o'tamiz. O'shaning uchun hech xavotir olmanglar yoki xavotir olinglar. Kelib turib o'zbekchada dars o'tmaymiz. Ya'ni nemis tilida bo'ladi darslar. Ma'lumotlar uchun kattakon rahmat. Sizlarga endi ko'pchilikka manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. O'sha agar savollar bo'lsa, balki yana bir marta o'tirib bu haqda chuqurroq kirishimiz mumkin. O'shaning uchun kommentariyada yozishingiz mumkin. Sog' bo'linglar. Rahmat. Mayli. Okay, danke schön. Ciao. Hop. Bu nima degan shahar edi? Shaharning nomi Foyt degan shahar edi, adashmasam. Itlarni qaranglar. Bu Bekeraning tashqi ko'rinishi hozir bu yerda remont bo'lyapti shekilli. Bu Foyt degan shahar, ya'ni o'zbekchaga tarjima qiladigan bo'lsak, namlik shahri bo'ladimi? Nam shahar bo'ladi. Bilmadim nega bunaqa atama qo'yilgan. No, chiroyli shahar ekan. Biz esa yo'limizda davom etamiz. Yana bir muhim ma'lumot, Germaniya ob-havosi O'zbekiston ob-havosidan farq qiladi. Hozir adashmasam necha gradus edi O'zbekistonda kelayotganingizda? 26. Bizda esa ayni damda necha gradus hozir? Adashmasam 2 yoki 3 ayni damda. Ayni damda shunaqa. Kun davomida yana 9 larga chiqib qoladi. Kun davomida 9 larga chiqib qoladi. Ya'ni O'zbekistonda futbolkada kiya olmaysizlar yana agar ob-havoni tekshirish kerak. Shunaqami Azizbek? Yaqin kunda vizasi chiqib keladiganlarga eslatma. Demak, O'zbekiston ob-havosiga moslab kiyib olmanglar. Bu eslatmadan tashqari O'zbekiston hududida o'zingizlar kiyib yurgan, O'zbekistonda kerak bo'lgan kiyim-kechaklarni va bu yerda birinchi ehtiyojiy zarur bo'lgan narsalarni O'zbekiston hududidan olib kelinglar. Sizlarda o'sha 20-30 kilo narsa bo'ladi. Bu yerdan tabiiyki o'zbekistonlik hamyurtlarimiz sizlardan zakaz berishadi. Non olib kel, qazi olib kel va hokazo va hokazo. O'zingizlarga kerakli bo'lgan, o'zingizlarni birinchi ehtiyojingizga kerak bo'lgan narsalarni O'zbekiston hududidan olib kelinglar. Bu yerda narsa yana qayta sotib olish bu zaruriyat emas. Ya'ni bu o'zingizlarning xonadoningizda bo'lgan narsalarni bu yerga olib kelinglar. Eskiroq bo'lsa ham ko'tarib kelaveringlar. Yangi olaman o'sha yoqda demasdan. Shunaqa. Xo'p, mashinamiz va firmamiz logosi tushirilgan Bildungen Beruf. Endi xudo xolasa Kempten shahriga ketamiz. Ketdikmi? Ketdik. Xudo xolasa Namlik shahridan Bavariyaning qaysi shahriga? Kempten shahriga. Bu faqat oradagi bir to'xtab o'tiladigan joy. Lirik chekinish dengda. Lirik chekinish. Bundan keyin safarimiz Baden-Württembergda Izni shahriga qarab davom etadi. U yerda bizni nima kutyapti bu sir. Ana shunday. Hozir borgandan so'ng uni ham ko'rsatamiz. Ketdik. Do'stlar, Bildungen Beruf jamoasi qanchalik katta? Jamoamizga siz ham qo'shiling. Marhamat.